yaqında To'qqizaq vaziyatidan xabardor kishilardan biri bizga inkas yo'llab To'qqizaq noyisining mushiyisidagi ahillardan Nurimangul ismli bir ayolning Guangdong o'lkasida o'qiyotgan qiziga yozgan salom xatida Allohga omonat degan so'z yozilganligi uchun soqchixonaga chaqirtilib so'roq qilinganligi va 15 kunlik so'roqdan keyin ogohlantirish jazosi bilan qo'yib berilganligini ma'lum qildi. Uning deyishicha shu yuzdagi Turab Tursun ismli biraylar Urumchi birinchi turmada jazo o'tayotgan o'g'liga yozgan salom xatida bu qora kunlarni o'tib ketadi deganlik uchun tutib so'roq qilingan. So'roq davomida uning yana boshqa atalmish jinoyatlari fosh bo'lib kelib, bu yil 5-oyda 7 yillik kesib o'tilgan. Biz bu yigitga asosan mushizliq soqchixonaga telefon qilib, yuqorqi ahvol haqida ma'lumot so'rdik. Voy. Bu mushizliq soqchixonami To'qqizaqni? Ha, qanday ahvolingiz yaxshimi? Yaxshi, yaxshi. Sizlar mushtiklik yozgan salom xatidan masala chiqib, bu tutilgan odamlar qanday bo'ldi? Shular qanchalik kesildi? Uni o'qimayman. Kimliklarini gapira olamsizlar? Kim odamlar shular? Sizlar shu idoradan so'rashuvdimki. Siz javob berolmaysiz, shundaymi? Siz dilon tutmagandiga uni tafsilotini o'qimaymiz. Xodimlar konkret delolar haqida ma'lumot bermagan bo'lsa-mu, ammo yaqinqi yillardan buyon pochtaxonalarda davlat amonlik soqchilarining vazifa o'tayotganligi, ularning xat xaltalarini tekshirish yo'li bilan davlat bexatarligini qo'llaydiganligini oshkorildi. Siz qachondan bir ishlaysiz bu yerda? Men de yaqinda keldim. Shu salom xatda sezgur gaplar pashib qilib tutildi degan gap to'g'rimi? Yo'q, uni o'qimayman, u vaqtda yo'q men. U vaqt ishlagan so'zdan yetkazib ketdi. Pochtaxonaga yetkazib ketdi degan shu mundaqda go'bog' mas'ul bo'lib. Shundoq. Biz bu soqchixona ta'minlagan aloqa nomerlariga asosan To'qqizaq noyalik pochtaxonaning davlat amonlik soqchi xodimiga telefon qildik. Bo'yicha bu men telefonimni qatib qoldim. Buni bu nomerni shu noyalik go'bog'da oldik. Men To'qqizaq noyalik davlat amonlik soqchilar tirtidi. Ha, bir ish bo'pti. Siz shu pochtaxonaga mas'ul davlat amonlik xodimi shundaqmi? Go'boniki. Ha. U o'zining vazifasidan faxrlangan holda so'z qilib, muqimlik chetishlik xat xaltalarni uchratgan amon ahvolni darhol taftish guruhiga doklad qilganligini bayon qildi. Bu sizlarning ham asosiy vazifanglar nima bu pochtaxonada bu davlat amonlikning bu pochtaxona qilgan nima ishi bor? Asosiy vazifanglar nima sizlarning? Bizga o'l tarafga tushishga vazifa bor. Men shu asosiy xatcha qo'llayotgan vaqtimiz cho'qim xatning kimligini turmagan, ondan o'qiyotgan o'quvchi bolalarga ba'zi shikoyatlar yo'llanmalarni cho'qib tekshirib olamiz-ku. Ha. Ana o'shalarga ma'lum davlatimizning qonun shariatiga uyg'un kelmagan gipsizlab qolsa, uni sanmaymiz. Qaytaramiz. Qonun sanmaymiz deb-ku. Ya unda bo'lsa davlatimizning qonun bu kishilar xatni akagan chog'da, shu akagan chog'da xatini ichib ko'ramsizlar yoki sandiq tashlangan xatni ichini ichib ko'ramsizlar? Odat sandiq tashlangan xatning pochtachilik ishlarni chetdan qo'llaymiz ha. Ha. Onu qattiq ochmaymiz. Onu ichib qolsak, bizning qoidamiz xilqaga bo'lmaydi. Ya, undaqda xatning o qonunga xilofsizlarini qanday farqlantirsizlar? O xatni ochmasanglar, sandiqqa tashlanib qo'ygan xatni. Biz xat odatda bizga varaqlar tutib bekilamiz xatlar. Onun mazmunini asosan bir qo'l ko'rimiz-ku. Qonunsiz tashviqot qo'yilib qolsa, uni biz qabul qilmaymiz, salamaymiz, qaytaramiz. Ya, undaqda xatlar cho'qim konvert etilmay ekilish kerakmi? Ash shartni qo'yamsizlar undaqda. Shu. Mesela Yupan yoki DVD qolsa, bozor tekshirish nashriyalar magnitimiz, nashriyalar va shu ko'rib, tasdiqlab, so'z bo'lgan tam urpaganligini solamiz. Demak, undaqda sizlar og'zi etilgan xatlarni qabul qilmaysizlar degan gap. Ichini cho'qim tekshirib yo'llash to'g'ri. Qabul qilmaymiz. Uning eskartishicha, hukumat organlariga yozilgan xatlar bo'lsa, Xitoy puliga 1.50 pondlik marka chaplangan odatdagi xatlar alohida gumon qo'zg'amaguncha tekshirilmaydi ekan. Ammo uningdan yuqori baliq marka chaplangan zakaz xatlar cho'qim tekshirildi ekan. Asas bizden de bu yan Avrupalarniki partiya mürmeceden, Beijing, onda başka ülkelerden zakaz xat toplasa, adet xatı kılmayız. Zakaz xatı kılmayız. Mesela adetki bir koşku malzememiz var. O adette alakasızlık taşınmışı. Bu xatı adetki Türk adresi qarabsan, adet onda teşvik etmeyimiz bunda. Vaziyatdan xabardor kishining deyishicha, mushisida xatchaklarda mas'ul chiqib tutqun qilingan va avorchilik uchirgan 10 necha kishining maktublari turmalarga va ichkiridagi maktablarga yo'llangan bo'lib, ular tavallikka ko'plagan kishilar qo'l telefonlaridan mas'ul chiqib kesilib ketgan bo'lg'achqa, xat orqali aloqa qilishni bexatar deb o'ylab qolgan. Ammo salom xatlarining davlat bexatarlik xodimlari tomonidan ichib tekshirilib kelishini ehtimollik tuvan deb qarab qolgan. Ba'zilari o'zlari yozgan xatlardagi bir qism so'zlarning sezgurligini bilmay qolgan. Mazkur davlat amonlik xodimi yana turmalarga va maktablarga yo'llangan xatlarning nuqtali holda tekshirilganligini eskartdi. Qanday tekshirasizlar asosligi? Ichini ochirganlar qanday bo'ldi? Turumdaki kardeşlerine ortak kalıyorlar. Ha. Ve yoki mektup okutkan balçaklıları kısıl. Yoki şinyanlar yok olsan, yoki işkirmesi okutkan balık hatta yüzüğüm olsa. Çok tekşirimiz onu.
bu xodim mushisidan tutqun qilingan Nurimangul va Turab Tursunning salom xatlarida konkret qandaq masala chiqqanligi haqida ma'lumot bermadi. Ular hozir qayerda jazo o'tayotdi? Ben bu öyle okuyayım. Qilmadingiz, diqqat qilmadingiz. Ammo mazkur yuzdan 10 necha kishining salom xatidan masala chiqib, tutilganligini inkor qilmadi va ulardan bir qismining navbatda jazo o'tayotganligini dalilladi. Siz ham shu vazifa ijro qilish davomida siz o'zingiz ko'rgan, o'zingiz bayqagan ashuna sezgur gaplarni shu sababdan tutilgan odamlar bormi? Baba. Qanchalik kishi va qancha kishi bor jami? 40'lık olayım. Ha, noyabr 40 nechimi? Ha, Eng yaqinda tutilgan kim shu yozgan xatlardan masala chiqib. ismi Halidim. Jazo o'tayotganlardan birisiniki ismini deb berolasiz. Misol sifatida. Qurbaga turdi. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida To'qqizoq naysida aholining turmadagi qarindoshlari va o'rta oliy maktablarda o'qiyotgan farzandlariga yo'llangan maktubning, ya'ni jumladan salom xatlarning davlat tomonidan soqchilar tomonidan tekshirilayotganligi haqida anglatish berdi.